Assalomu alaykum jigarlarim, charchamoqsizlarmi? Bugun biz Okean is Home degan o'yin o'ynab ko'ramiz. Bu выживание qilishimiz kerak ekan. Men bitta server ochib qo'ygandim. Mana shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Hali hech narsa qilmaganman. Hamma narsa boshidan bilamiz. Ko'ramiz qanaqa o'yin ekan. Kommentariyalarda aytishdi, shu mana shu o'yin normalniy deb. Rus sakraveramiz. Sakrasham 2 metr marqatili bo'ldi. O'p 2 metrga sakrayapti ham. Suv bor, suv ichiga vashe zo'r grafika, mana daraxtlar ham qimirilyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa agar suv ichida unaqa bor, hammasi chotki bo'ldi. Tepasidan chiqib suzib yursa bo'ladi, boshqa joylarga ketsa bo'ladi bolalar. Men bu o'strofga borib ko'ramiz bolalar. Chunki shu o'strof katta ekan, mana suzib ketaman shu. Mana shu o'strof katta bo'lsa, mana shu daraxtlar chopib, mana narsalar ko'ramiz. Bu ham o'yin Minecraftga o'xshagan o'yin, zo'r o'yin. Inventarlarda yangi pichoqlar esa bo'ladi, boltalar. Hammasi chotki, hozir o'zimiz guvoh bo'lamiz qanaqaligini. Birinchi tushvali, hop, mana keldik. Endi tepaga chiqa olamiz. Yerlarda mana kakshigida toshlar, bananlar, yog'ochlar yotishi ham mumkin. Yog'ochlarni o'zimiz dabit qilishimiz ham mumkin. Inventarda o'tga levellar beradi. Menga hozir mana levelim ko'rayotgan ningladek 1, mana pastda burchida turibdi. Levelim 1, uni level 7 larga где-то mana bular ochiladi. Level 7, level 8 larga mana shular ochiladi bolalar. Qachgacha ochiladi. Bu yerda biz uylar qursak bo'ladi. Level 8 larga mana mashgacha ochiladi. Mana tepasi hammasi ochiladi deb o'ylayman, yana bilmadim. Mebellar har xil, bu hammasini ochib ko'ramiz. Ko'ramiz, unga 25 ta kerak ekan, mana shuni yasaymiz hozir bolalar. Tak, bu sumkamizda ham bir narsalar bor. Ichida kiyimi ham yo'q bechora personajimizni. Bittadan beradi. O'yin ham nastoящий realistikda bolalar, haqiqiy. Grafikasi ham normalniy, o'zi ham normalniy bolalar. Испорчен degani исчерпан nomi, shu kartushka degani, короче, qolmadi degani, daraxt qolmadi boshqa. Shuncha kengisiga borib, kengisidan olaveramiz. 25 ta bor endi menda. Endi menga tosh kerak. Toshdan nechta kerakligini bilmayman. Lekin menga narsa beradi. Hozir qilgan narsalarni toshdan 15 ta menimcha. Mana tosh. Buni yasash uchun da 15 ta kerak ekan. Hozir mana shuni yasaymiz, ko'proq narsalar olamiz, uylar quramiz, nimalardir quramiz, короче, ko'ramiz. Bu o'yinni полностью o'tib ko'ramiz. Level 10 yoki level 8 qilib ko'ramiz. Уже level 2 ochildi. Bo'ldi. Bu yerda ham narsasini olamiz. Sразу craft qilamiz bolalar. Craft ham nima deydi? Sekin bo'lmaskan, tez bo'ladigan 18 sekund vashi normalniy. Ungacha craft bo'lguncha narsalar terib turamiz. Craft bo'lsa inventarda paydo bo'ladi mana bitta. Adashmasam, sumkamda paydo bo'ladi. Bo'ldi, paydo bo'ldi. Buni olamiz. Ikkitadan beradi, yaxshi. Narsalar olib qo'yamiz. Lekin bu sekin urar ekan bolalar. Faqat tosh yasaymiz, faqat tosh. Endi 50 ta qilib qo'ygandan keyin daraxtga borib daraxtda olaveramiz. Mana nechta bo'ldi sumkamda toshdan? Toshdan 50 ta bo'libdi. Da yana 50 ta yig'ib qo'yaylik. Уже 3-chi level ochordik bolalar. Menimcha 50 ta, yo'q 35 ta. 38, 39. Ketadi, короче, bolalar. Tez
50 bo'lsa, men 2 marta uraman bu. 1, 2 bo'ldi. Ketdik. Endi yana daraxtga olamiz. Ikkita 3ta daraxt tabiiy chiqib qo'ysak, yaxshi bo'ladi. Bundan 2ta beradi bo'lgandim, lekin 2ta bermadi. Xaritada tepaga borib ko'ramizmi deymanda bolalar, nariqlarga. Bittada shunday tog'lar bo'lish kerak. Kot sharsaralar, uni suvlar bo'lish kerak degan bilmadim qayerda ular. Mana shu daraxtdan 2 tadan beryapti. Mana shuni olib turaveramiz. Пока что botga umuman uy qurmaymiz, chunki bu nima deydi, yaxshi orol emas, hamma joy unaqa bo'lyapti. Boyagi mantdagi kichkinagina orollarga qo'yaveramiz. Quramiz shunga qarashib bolalar. Inventarimda уже 41 ta bor. 41 ta yetadi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana bu level qancha qolgani, 4-chiga, yana tugashiga qancha bo'lgani, mana sim ketadi. Endi unaqa значит sim ketishi mumkin. Qo'limdagi kirka. Onda uy ko'raman bola, unaqa. Bittadan beryapti. Bittadan bergan kerak emas menga, 2 tadan berish kerak. O uyga ham borib ko'ramiz nima bor ekan. Yonda mashina bormi? Valonka qanaqadir o'tga o'xshagan narsalar beryapti bizga. Qanaqa narsalar sizga bo'larkan ular? Lekin menga nima keragi bor? Arqon to'g'rimi bolalar? Arqon kerak emas, quduq kerak emas, doska kerak emas. Divan, bilmadim. Stol ham kerak emas. Stolga qanaqadir metall topish kerak, metall menda yo'q. Qanaqadir benzin esse bo'ladi. Uyga borib ko'ramiz bolalar, uyga. Imam qanaqadir mashina bor ekan. Anaqda mashina bor, kirkamiz sinsin. Keyin boshqa orolga ketamiz. Boshqa orolga borib, shu yerda uylar yasaymiz, davay. Birinchi boshqa orolga borishimizdan oldin unaqa narsalar ko'p yasab qo'yishimiz kerak. Qancha yetsa shuncha. Qancha yetsa shuncha yaxshi. Mana 62 taga 31 ta yasab boramiz. 31 taga mamutdagi mebel narsalar yasaymiz, uy qurish boshlaymiz bolalar. Necha men pichoqda da bitib turaveraman. Bizga tosh kerak, tosh. Ko'proq tosh bo'lsa, shuncha o'zimizga yaxshi bo'ladi. Inventarimizga kofe, 5 ta metal, unaqalar beryapti. Hamni yeb qo'yamiz пока что. Bitta baklashka suv ichib olamiz. Ashimani tasavvuramiz, chunki bunga hech narsa bermasa kerak. Suv to'ldirib bo'lmaydi. Adashmasam toshlarni olamiz. Ondan sonra hali beri yasab olmabdim deyman-da. Hali 15 sekund bor. Mana qo'limdagi mana buni ham tashlab bolalar. Yaxshi kerak emas. Chunki u bilan yasam bo'lmaydi. Qo'limga ham olib bo'lmaydi, bolalar. Toshlar bitib turaveramiz fakashni. Sakrab. Chiqib qolamiz akamning o'rtasida. Tosh unaqa qilib akamga qarab o'tiramiz vallah. Soat hozir уже 21:09 bo'lgan. Hali qorong'i tushmagan 9 da. Graduslar ko'rsatmoqda, gradus ko'rsatganda o'yin boshida. 12 gradus, qarchi hammasi chotga hozircha. Mana nima kerak bor, kerak emas menga unaqa narsalar. Yasa bo'pti. Endi bizga nima narsa kerak bolalar. Bundan mablag' qancha ekan? 13 taga ekan. Mana shundan 2 ta yasab qo'yib, 3 ta yasab, 2 ta yasab qo'yamiz. Hozircha 2 ta yasab, mana bu orolga ketamiz bolalar.
Chaqmoqlarni ishlatib ketaveramiz, hech narsa bo'lmaydi. Chaqmoqlarni ishlatsa ham yana bilmadim nima bo'ladi. Ketib hozir narsa qilib kerak. Keldik, rovnamani suvga paydo qilib qo'ydi. Onda nimadir bormi deyman, bolalar? To'xtanglar, mana ichida nimadir bor ekan. Sutga suzib boraylik. Malin ko'raylik. Hop. Suv ichida lekin baliqlar yo'q ekan, bolalar. Suv ichida yo'q, suzib ketamiz. To'g'ri ketaman o'zi. To'g'ri ketaman. Hop. Sekin ketaman. Hop, chiqdik bo'ldi. Bu joylarni endi ko'rsa, bu yerda nima bo'ladi, voy? Daraxt qiladimi endi bolalar? Daraxt bo'lmoqda. Nima? Neftmi deyman? Nima qiladi? Nima qiladi bu endi? Neftmi? Toplayapsizmi oladi biz buni? Nimaligini tushunmadim lekin bolalar. Qancha bosh ko'raylik. Oy bormikan-da? Mana oyga zo'rligini. Lekin ba'zan nimalarni david qilolmaymiz biz bolalar. Ololmaymiz. Bu yomon. Tepaga chiqib ko'raylik, nimaligini ko'ramiz. Как всегда. Кровать. Yaxshi, eshikni yopib qo'yamiz. Bitta qanaqadir knopkalar bor, kompyuterlarga o'tirib bo'lmaydi. Ama eshikmi? Voy, bolalar, nima topdim, qaranglar. Voy, men bu shkaf ichidan zo'r narsa topib oldim. O'zim hech narsa ololmayman boshqa. Bunda uxlab ham bo'lmaydi ekan. Qani menga bitta narsa kerak, to'xtab turinglar bolalar. Sumkamga kiraydi, banan yevoraydi. Mana ikkita banan ko'p qo'ydi. Sumkamga uxlab bo'ladimi ekan? Uxlab bo'lmas ekan. Mana buni ichida nima bor? Voy. Menga bolta kerak, menga bu hammasi kerak, bolalar, hamma narsa kerak. Jonim 100%, ovqat 100%, nima qilishni bilmayman bolalar. Lekin bu narsalar menga 100 talik kerak, 100% kerak. Tashlab yuborsammikan, mana uni otib yuborsammikan. Damashni otib yuboramiz. Mana sumkamizga olamiz, mana uni olamiz. Bitta narsa qolib ketyapti bolalar, bitta narsa. Yo'q, bolta kerak. Mana nimani o'rniga almashtirsak bo'ladi? Suv o'rniga almashtirsak bo'ladi. Suv asheta ichorsak bo'ladi ikkalasini ham. Bo'ldi. Buni olamiz, bo'ldi bolalar. Hammasi chutki. Bu yerda boshqa hech narsalar yo'qmi? Mana bu mushkani ichida nimadir yo'qmi? Hech narsa yo'q. Bu yerda partalar suvda hech narsa bo'lmaydi. Bo'ldi, qaytdik, biz zo'r narsa ochdik, qayerdandir nimanidir, kimnidir uyini o'g'irladik. Hop, endi pastga, voy, jonim ketadi. Ay, jonim ketdi, esdan chiqib qolibdi. Так что ikkita aptechka uramiz, davay. Ketdi endi bolalar, ketdi. Prям qayerga boramiz? Bo'tlardan narsalar yo'q, olsa bo'lar ekan, qani? Prям 3 tadan tosh beryapti. Tosh 3 tadan beryapti. Biz hozircha zo'r narsa topib oldik. Menga mana bu kerak. Ularga hali bor ekan, lekin menda bu bolta bor. Boltamni sumkamga qo'yib qo'ydi. Hop, mana buni olib qo'yamiz. Bo'ldi, mana shuni qilib hozircha qolgan narsalar kerak emas menga. Qamay. Kirka bilan tosh olaveramiz ozgina. Bo'ldi, ko'p kerak emas bizga bolalar, ham 4 ta vashcha kerak yo'q. Bir narsalar yasab olishimiz kerak bolalar. Narsalar yasab olishimiz kerak. Buni ham tashlab yuboring. Vashcha kerak emas narsa. Sumkamga kirib. Chunki уже bo'ldi-da, menga kerak emas yog'och. 17 ta 50 ta qilib qo'yamiz hozir bolalar. Qo'lib bo'lmoqda, nima bak bo'lib qoldim bilmayman. Xaritani ko'raychi, bu qayerda ekan bu? Qayerda
Xaritada ko'rmayapman, xaritada ko'rinmayapman vallahi. Qayerdaligimni o'zim ham bilmayman. O'nta yana qanaqadir joy bor. Qanaqa orollar bor ekan yana? Hozir ko'ramiz. Uyga qaytamiz. Bitta hamma narsani o'g'irlab bo'ldik. Endi uyga qaytamiz. Hoppali. Suzib boramiz. Mashtaga qaytgandir uy quramizmi deyman vallahi cho'tda. Mash cho'tkida lekin. Soy bo'yida deb turib, mamladan daraxt, tog'larga chiqib bir narsalar olamiz, eslashda kerak bo'lsa. Mashlarga ikkita uy qurib qo'yaman-da o'zi vallahi. Uy qurib qo'ymasam bo'lmaydi. Hop, chiqdik. Chiqqanimiz bilan butilka bor ekan, butilkani sirazi ichib olamiz. Buni pustay butilkani olamizda. Yerga tashib olamiz. Prям mayli kerak emas deb turib. 4-chi etap ochildi. 5 tadan beryapti. Vallahi 5 tadan. Bu juda yaxshi. Tepaga chiqib ko'ramiz. Tepaga chiqib nima keragi bor? Pastga tushib, 10 netlarga uy quramiz hozir bolalar. Uy quramiz. 10 qanaqa uy bor? Mana mani ostrovim, короче, endi men mana yashayman bo'ldi. Hech qanaqa boshqa joylarga ketmaymiz. Prям данный momentga uy qurib qo'ymasam olmaydi. Nima bu? Lekin nimadir qilsa bo'lar ekan, kemalar bilan. Tushunmadim lekin bu yerga inventarimizda bizda narsa sumkamda narsa bor edi. Mana shu ikkitani olamizda mashga qo'yamiz. Qatga qo'yamiz, mana shu qo'yamiz, davay. Davay prям daraxt tagida bo'lsin. Hop, birinchi uy. Birinchi pol. Hop, ikkinchi pol. Mana ikkita polim bor hozircha. Ikkita polim bor. Endi mana bilan ozgina daraxtda bitib turamiz. Daraxt kerak bizga. Mana qanaqadir uylar topib olib, uylar ichida mana shunaqa narsalarni o'g'irlasam zo'r bo'lardi. Boltalar xalyavnida vallahi bular. Ochilmagan narsani menga tekinga beryapti. Tем более tez zo'ryapti vallahi. Bu ham tugadi, lekin tez tugatib qo'yar ekan. Buni ham olamiz. Ana Volvolardan bizim unaqa narsalar sizga bo'ladi. Unaqa narsa, buning uchun menga hali 10 ta kerak ekan. 10 ta videoga solaman 10 ta. Yo'q, 8 ta solar ekanman. Mayli, 8 ta bo'lsa ham. Mana kuchugim yo'q, lekin menga kuchuk kerak. Kuchuysiz bo'lmaydi. Sumka yasamoqchi edim, mayli joy unaqa yasab qo'ydim. Qanaqadir kiyimlar, branjilet narsalar bor ekan, bular mana ular qaranglar, krossovkalar, etiklar. Mana suyemi? Da, suye. Mashina yasab ko'rmasam bo'lmaydi. Vallahi mashina yasab ko'raman bitta. Hozir menda arqon bor 8 ta. 8 ta arqon bilan mashina yasamayman. Shuning uchun antlarga borib, butlarda ham narsalar olib turamiz hozircha. Lut turamiz, lut. Bo'p, tugadi. Уже qizil bo'lib qoldi lekin, vallahi boltam. Уже qizil. Mayli, boltam borida maza qilib ishlatib olay, keyin sinib qolsa oddiysini ishlatib yuramiz. Kirka bilan ham qilib ko'rsa bo'larmikan? Kirkadan ikkita berar ekan, foydasi yo'q uni. Bo'p, tugadi. Sumkamda kerakli narsalar kam. O'sha narsa qoldi endi. Kam narsa qolganim uchun uyimizga boramiz, prosta tashab ketib qolamiz. Prosta tashab ketamiz. Kelamiz. Например, nimani olamiz? Например, mana hozircha qornim ochmagan hozir. Bitta yeb qo'ysa hech narsa qilmaydi.
Buni yerga tashlaymiz, buni yerga tashlaymiz, buni yerga tashlaymiz. Porxga tashlaymiz. Kerak. Narsalarni mana ko'p qo'ydi. Joylashtirib qo'y cho'tki qilib. Bo'ldi, pichog'im ham sumkamda tursin. Mana bo'ldi. Endi taxlab qo'ydim buraya. Va bu nima ekan? Mana kerak emas konserv bankani. Mana ko'p qo'yiladi. Mana chiqindixona bo'ladi garchi men uchun. Olamiz, kerak emas narsani mana shuni ichiga tashlab qo'yaman. Bo'ldi mana. To'g'risini shu yerda. Endi nima qilamiz? Endi bir narsa yasaymiz. Buni yasash uchun 3 ta material kerak ekan, 2 ta, 3 ta. 3 taga 15 ta kerak ekan, bitta bor menda. Lekin menga hozircha mana bu narsa kerak. 30 bitta yasamaymiz, mayli 30 ta yasab, 50 ta yasab qo'yamiz. Ровно 50 ta, ровно 100 ta ketdi bolalar. Endi yana daraxtda bitib yuraveramiz. Liba terib. Bunaqa sinib qolmasdan narsalar olay ko'p. Sinsa uyimga qo'yib qo'yaman-da, chunki yana tuzatadigan narsalar chunki versak ko'rdim men yerda. Versakda tuzatsa bo'ladimi bilmadim. Shunaqa qilib ko'ramiz. 10 qanaqadir tog'lar bor ekan lekin. 10 qanaqadir bunker bormi bilmadim, tog'ga qarab kirib ketgan, tog'ga kirsa bo'ladimi? Bo'ldi. Sakazimiz tayyor bo'libdimi? Yo'q, hali bo'lmabdi, hali yana 42 sekund bor. Хорошо, yana ozgina qoldi. Men o'tirdimmi hozir? Boltam singuncha ishlayveraman, menga farqi yo'q. Boltam singuncha, prям boltam sinadi. Keyinga qaytaman. O'z sinishiga ozgina qoldi. Bo'ldi sindi. Endi men ruksagimda oddiy kirka bor edi-ku. Oddiy kirka yo'q ekan. Oddiy kirka yo'q ekan. Oddiy kirkani yasaymiz hozir. Yo, boltasini yasab qo'yamiz, oddiy bolta. Svecha bir narsalar berib menga bitta yetadi. Bitta narsani yasab qo'y. Bitta 50 ta bor, 50 tadan narsalar yasaymiz hozir yana. Menga qo'shib qo'yib bo'ldi. 19 ta hammasi yaxshi. Banan yeb qo'yamiz bitta. Day, хорошо. Bo'lanmas. Bu kirka hali yasamadimi? Hozir kirka tez yasasin. Ya bolta yasab, mana bo'ldi. Oddiy boltalardan ham yasab yuraveramiz. Bu yasab bo'lgan bo'lsa, biz hozir bularga qiyin-da bular. Bu nima bu? Koala. Verstakda bir narsa yasasa bo'ladi deydi. Menda 10 ta metal bormi ekan? Hozir sumkam ochib ko'raychi, 5 ta ekan. 5 ta emas, menga 10 ta kerak. Nima bu? Mayli. Boriga shukr qilib turamiz hozir. Kerakli narsani chunki sindirib qo'ydim. Mana 3 ta yasaymiz. Shuni sumka sirasi yasab olamiz. Sumka kerak. Ketdi bo'ldi. Endi yasab turaveramiz. Narsa olib turaveramiz. Bo'lib tugadi. Bu daraxtda ham navbatga uy quramiz da kansa. Anta bog'i yuribdi. Bog'ini otib ko'ramiz lekin. Arbalet bor edi chunki bunda arbalet yasaymizda bog'ini otib ko'ramiz. Qani arbalet yasalarmi? Sumka berdim. Hop, sumkani olamiz, sumkani tikamiz. 3 ta joy ochib berdi. 3 ta joyga toshlar qo'yib qo'yamiz. Mana. Mayli tursin joyida kerak emas hozircha. Bo'ldi. Hammasi cho'tki, elimda qilib qo'yamiz bunga. Davay. Hammasi cho'tki. Endi menga
arbalet yasash kerak. Arbalet yasash uchun nima qilishim kerak? Yana 5 ta o'rnak kerak ekan. 5 ta yasaolaman. 3 ta yasolar ekanman, mayli. 3 ta bo'lsa 3 tada. Hop. Menga narsa beradi o'z. 15 ta berdi. Kastyur yasab uyim yoniga qo'yib qo'ysam bo'ladi lekin. Hali uyim yasab bo'lmaganman. Uni bug'uli yuribdi lekin rostdan ham bolalar. Bug'uli. Hop, craft yana. Menga yana 2 ta kerak. Mayli, bittasini yasab qo'yaylik o'zi. 2 taga 8 ta, yana 2 ta berish kerak unaqa. İpga o'xshagandan 2 ta berish kerak bo'ldi. Endi yasab qo'yamiz 2 tasini. Хорошо, yasadik. Yasadimmi qani? Endi mana yasab qo'yamiz bitta. Arbalet. Bu boltam ham sinsa, yana yangi yasab ketaveramiz bolalar. Hop. Arbalet yetsa bo'ldi, 9 sekund bor ekan hali. Arbalet yasaganimga arbalet yasab bo'pman. Arbaletim bor. Zo'r arbalet. Grafikalari ham, qo'llari ham turkiy. Buni kattalashtirdim buni. Endi arbaletimga o'q kerak. O'q arbaletga. Mashinachasi qo'yaveramiz-da, 20 ta yetadi. 20 ta yetadi. 20 ta yasab, ana bug'ulari borib o'ldiramiz. Nega bug'u yuraveradi, mana. Shularga borib o'ldiramiz. O'ldirsa nimadir bersa kerak. Kerakli narsalar go'sht beradimi bilmadim. Go'shtni ovqat yasayman, chunki men bitta suya bor edi. Suya uchun go'sht kerak. Shuni ko'rdim, shu go'sht ko'ramiz, hozir qilib ko'ramiz. Hop, mana bu ham bor edi, bug'u turibdi. Bug'u o'qiysan mana hali, qani? Sraz mashina otamiz qaniydi? O'ylasa ham bo'ladi. Jaq etib bitta otamiz deyadi. Hop. Sekin boramiz, nima qilamiz? Tiymadi. Nega tiymadi? Tiydimi, tiymadi bilmadim. Lekin nimaga bu qochmadi? Tiysa qochadi-ku. Tiydani. Quvalash kerak, prям quvalash kerak. Qaysi biri edi mana bu? Voy, kirisa. Ayiq deydi. Qanaqa ayiq? Qatta ayiq? Serios ayiq deydi. Qana ayiq? Uzun zot bordi. Bu qanaqa ayiq? O'ta ayiq yo'q. Ayiq ko'rsa meni o'ldirsa kerak. Agar ayiq bo'lsa, meni niday bu ko'rib qolsa meni o'ldirsa kerak. Tosh ichida emasmikan? Короче, nima bo'lsa ham mana otamiz. Qochdi. Quvalab turib otamiz bolalar. Quvlab turib. Tiydi. Хорошо. Ha, o'qi bilan yugurib mashina tiyibdi. Voy. Ekran qimirlab ketdi. Voy. Men hozir 8 dan 7 ta o'qim ketkazdim-da, to'g'rimi? Voy, uzun zot o'rotdi. Bolalar, uzun zot emas kerak-ku. Mana shuni qilay. O'ldi. Qayerga qochasan? Qayerga qochasan? Go'sht. Qancha go'sht berdi? Mana buni tashlab o'raylik. Amal tashlamaymiz. Yana bitta o'ldirsam zo'r bo'lardi-yu, lekin inventarim to'lib qoladi-da, uyga borib kelaydi. Uyga tashlab kelaman yana narsalarimni. Men mashinani sotsa bo'lmaydi-ku. Menga adashmasam svecha berganman. O'nta ham alin yotibdimi? Bo'g'imi, ayiqmi? Ayiq daraxt ekan. Mashina. Buni haydasa bo'lar ekan. Menga
Svechasi ozgina qolgan ekan, ballonlari teshilganmi bilmadim, lekin haydasa bo'ladimi bilmadim buni. Lekin benzini yo'q ekan, men shuni bildim. Dilli benzini bormi? Svechalar olsam bo'ladi, ballonlar bu. Ko'ramiz, bolalar, ko'ramiz. Boshdan haydab ko'ramiz. Haydasa bo'ladimi o'zi yo'qmi bilmadim. Voy, haydasa bo'lar ekan. Haydasa bo'lar ekan mashina. Mashina bilan uyga borib qo'yamiz. Mashina uy yonida tursin. Lekin o'yin yaxshi bo'ladi. Tekingina Play Marketdan ham topsanglar bo'ladi. Hop. Tushamiz mashina. Ana mashina. Ana mashina. Bu ham mashinasi bo'ldi. Endi bizga kerak narsa bu uyimizni qurmoqchi edik, ismini chiqib qopti. Bunaqa narsa kerak emas, tashnaqa narsa kerak. Ayo, birinchi eshik kerak bo'ldi. Bittali eshik zakaz qilamiz. Zakazimiz kelgandan keyin bitta eshikni ochib yuboramiz. O'zachi ikkitali eshik qilib turdim bolalar. Pullik qizim. Buncha bitta yetadi. Bitta nima yetmaydi? Qani endi banda? Uxlash kerak, hech qurum bo'tma. 2 kun hali uxlamadim. Menga uxlash uchun hali kravat kerak. Mana qilib ochilibdi kuvvatda. Mayli, taxtali bo'lsa hech narsa qilmaydi bolalar. Qani endi mana narsam, zakaz qilgan narsam keldimi o'zi? Men hozir narsa zakaz qilganim qani endi? To'xtanglar bolalar, men bu narsani yerga tashlab yuboraydi. Mana yerga qo'yib turamiz. Buni olamiz. Endi buni plyamashga qo'yamiz. Ana. Shedevr. 5 minut bolalar, 5 minut kutib turinglar, hozir kelaman. Davom etamiz. Uy qurdik. Uy qurganimiz yo'q, endi bittadan eshigi bor. Eshigi necha ming ekan, qani? 20 ta, 20 dan boshim yuramanmi? Bittasi vashig'in qimmat ekan bo'ldi. 13 ta 26 ta deydi. 26 ta, 13 ta Mamatdan 2 ta. Mana 2 ta. Bundan yoki bundan bilmadim. Bundan bitta qilamiz. Bundan bitta qilamiz. Mana qo'yamiz. Hech qurum bo'ldi. Men hali uxlaganim yo'q, mashinam bor. Qani mashinam ichida yo'q. Tush boshlaydi. Tush boshlaydi. Mashinam kapotiga bitta bosib ko'ramiz. Orqa bagajga bosib ko'ramiz. Bagajga narsa qo'ysa bo'lar ekan. Raz bagajga narsa qo'ysa bo'lsa, qo'yib bo'lsa, mana buni qo'yamiz, mana buni qo'yamiz, buni qo'yamiz. Kerak. Mana buni qo'yamiz. Bu ham kerak, mana buni qo'yaylik. To'xtab turinglar, men uyimni qurib olay. Qani edi? Mana. Mana shu qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, ana. Shedevrni uy bo'ldi. Kim toshli uyga qaraganda taxtali uy yaxshi. Bitta uyda ovqatlarim turibdi. Yana bir narsa zakaz qilamiz. Mana bundan bitta kerak. Yaxshi, bittasini maytga qo'yamiz. 4 tali uy yetmaydi-a. 6 uy yasaymiz unda. Ras 4 tali yetmasa, mashina bagajiga nima qo'yamiz? Mashina bagajiga go'sht solib qo'yam. Ayo, go'sht kerak emas. Bilmadim nima qilamiz. Mana taxtalar olib qo'yaylik. Ayo, taxtalar olib qo'yamiz. Nima qilish bilmayman, lekin uyga yong'ir yog'ardi. Sumkamga mana narsa tiqib qo'ygan ekanman, bilmadim. Yerga qo'yish kerak qayergadir. To'xtab turinglar. Mana uni olaydimi? X bosib turing. Mana narsani olay. Mana endi qo'yamiz. Uy tagida qolib ketmasin nomanda bolalar. Xudo biladi u. Rostdan uy tagida bo'ladimi yoki bo'lmaydimi, ma'lum yana. 50 taga ikkita ozgina yetmabdi. Ozgina yetish uchun buni ozgina olish kerak. Buni yo'q ekan. Qochding mana mashina olamiz. Hop. Ozginagina kerak. Bo'ldi, yetsa kerak. Qani? Da 50 ta yana. Yana 50 ta yasaveramiz. Lekin boyagi mana sumkani yasash uchun nima qanaqadir koja so'radi. Koja nimaligini bilmayman. Uyga qaytamiz. Uyim yasalotdi. Chotki, mendan kelamiz, sразу uy quraman. Uy katta qilib qo'yamiz bittalik. Nariyoqqa uy quramiz, aniyoqqa uy quramiz. Bagaj turibdi qanaqadir.
Etti yashagim kelmadi to'g'risi. Chunki o'zim qurgan uyda o'zim yashaganim yaxshi ko'raman, to'g'rimi? Nima qilaman birovning uyda yashab? Men bagajga tursa ham bo'ladi. O'rnaytlar. Soat saharlik 5 bo'ldi. O'zakda yasagan narsalarim yo'q. Narsa yasayotganman. Bu hali yasab bo'lishga hali ancha bor ekan. Unda mashinaga o'tirib ketaveramiz, valla, to'g'rimi? Nima qilamiz endi? Sal o'tib ketaylik, ketdik. Shu taraflarga boramiz, valla. Nimadirlar topamiz. Quyonmi? Da quyon ekan. Sekin tushamiz. Arbaletim bor edi, arbaletni olamiz. Quyonni o'ldirib ko'ramiz. Qani quyon? Uxlamagan ekan. Daraxt orqasida turamiz, sekin ko'ramiz. Sekin quyon bor. Qani? Mana. Voy, o'zidan o'zi otorotdi-yu bu. Voy, yana o'zidan o'zi otorotdi. Mana. Deydi. O'ldi. Bitta o'qda o'larkan bola, yaxshi. Qani, quyon. Ochamiz. Ichida qanaqadir guruchmi bor ekan, qarashcha olamiz shuni. Buni dabit qilamiz. Daraxt olamiz. Energiyam tugayapti, qanaqadir energiya so'rayapti mendan, bilmadim nima u. Yana bitta bolta yasab qo'ymanmi nimanda bolalar. Toshim yo'q ekan. Toshim bagajda bor edi lekin. Ozgina tosh olsak bagajdan 50 yetar. Yo'q, 32 ta olamiz. Mana bu toshim bor edi. Yasimiz bo'ldi, normalniy hammasi qani. Snayperlar ochilib ketibdi уже, arjolar, lom, pom, nimadir, pichoq. Mana qana pichoq. Raqam bor edi, men adashmasam, o'tga yurmanga berdi-yu, mana qancha narsalarim bor. Endi yana o'ldiramizmi deyman bola. Mana quyon bor. Quyonmi bu? Mana quyon. Tosh ekan bu. Tiydi. Yugur, qochib ketamiz. Voy. O'qlamabman vallahi, esimdan chiqib. Voy, tegmadi. Qandoq tegmash mumkin? Yana daraxt orqasiga bekib oldi. Yuyam tegmadi. Ana endi quvlayman menga farqi bor. Bam. Yuyam tegmadi. Jahlimni chiqargani uchun mana yana tegmadi. Yana jahlim chiqargani uchun mana bunisi ham tegmadi. Yana jahlim chiqargani uchun bo'ldi. Mana endi tegmagani uchun, umuman tegmagani uchun. Men umuman tegmagani uchun, o'qimasam bo'lar ekan. Ili o'qimamadim. Olmabman. Hech narsa qilmabman. Jahlim chiqargani uchun yuraveramiz endi anqayib mana shunaqasiga. Bitta quyon ko'rdim, bitta o'q olib. Bitta o'qni, ikkita o'qni yasab qo'yaylik. Ili ashadda o'qmasman, bundan bitta yasab qo'ysa yetadi. Chunki buni уже sinotdi. Yetadi. Uni oldim, mana bitta olamiz. Craft. Mana
Men qanaqadir tangalarni ketkazolman, lekin menga hech narsa bermaydi. Mana yasash kerak-da bolalar. Almaslar topish kerak qayerdandir. Seriöz almas topish kerak. Almassiz bo'lmaydi. Verstak kerak. 10 ta temir kerak. Menda 5 ta bor, mashina bagajda qancha bor? Mashina bagajda menimcha bor bo'lish kerak. 4 ta bor. Bitta yetmaydi. Mashina bagajda 24 ta benzin bor ekan bolalar. Eng kerakli narsa. Mashina bagajga taksida hamma narsani solib qo'yavering. Hozir keragi bor ular to'lim bolalar, mana bu narsalarni. Mana bu mana cho'tki hamma joy. Hammasi cho'tki turibdi. Joylashtiramiz. Eshitishga mashinaga o'tirib ketamiz. Uy tezlashib ketguncha. Mana masjidga keldik, masjiddan tabit qilamiz. Mana 50 tami bor. Bunaqa narsalar sizga bo'ladi, hozircha lekin bizga kerak emas. Divan yasamoqchi edim-ku, esimga chiqib qoldi. Yo'q, men nima yasadim divanni o'rniga? 8 so'mga topgandim. Shirst bormi menda? Yo'q ekan. Shirst bor, men mashina bagajdan deyman. Mashina bagajini ochib ko'raylik. Da, 20 ta bor. 4 ta yasalaman, tikan 4 ta. Mana olaman 5-6 ta bo'ladi. 5-6 ta bo'lsa yana 2 ta kerak. Yana 2 ta kerak, 2 ta. Mana nima ekan? Дубильный станок. Mayli, kerak emas hozircha ko'p narsa kerak ekan, chunki buni yasash uchun kostyor uyga boramiz, kostyor yasab qo'yamiz. Yana bilmadim. Menga hozircha mana narsalar kerak bolalar. Mana bu narsa kerak, 2 ta kerak. Bo'ldi, yetadi mana shu ikkitasi. Anta 3 ta qo'ygan bo'lsam, bu yerga 2 ta qo'yaman. Anaqa narsalardan, tomlardan narsalar, patologlar kerak bo'ladi. Hali qancha narsa kerak bolalar. Hali qancha narsa kerak. Uy qurib bo'lsin uchun. Bo'ldi, yetadi. Ketdik, uyga boramiz, yetadi, shuncha narsa olganmiz. Главный mashinamni urib olmasam bo'ldi. Uyim qattiydimi? Urib ketik. Bam. Ular ekan, siraz joyida. Nakaunt bo'lar ekan vallahi urib ketsak. Uni o'ra alenlarni quvlab urib yurgan yaxshi-ku bolalar. Mana buni ham uramiz. Urdimmi? Bam. Urmadimmi? Uribman. Yaxshi. Ikkinchisi qochib ketdim deyman-a. Qochib yuribdi. Ichida ko'ramiz, buni ichidagilarni ham olamiz. Hammasini olib yuraveramiz bolalar. Mashinaga o'tiramiz sekin, orqaga qarab ketyaptimi? Yo'q. Ketmadi. Ketdi yana oldinga. Ayog'larga boramiz. Mashaqda edi adashmasam, qurayotgan uyim. Mashaqda ekan, men ovchiman dedi. O'zimni ovchiga o'xshab his qilmayman. Sekin tormoz berib qo'yaylik. Bo'ldi. Mana shu keldik. Endi bizga nima kerak bizga? Zakaz qilgan narsalarni 2 ta mana narsa bor ekan. 2 ta buni bittasini bitta betga. Okey, bitta betga. Okey. Bo'ldi mana. Uyim tagidan narsalar chiqib turgan menga yoqmadi. Lekin mayli turaversin hozircha. Mana menga 2 ta kerak. Bitta mashinadan ikkinchisini nargisidan
ko'ramiz hozir. Menga eshik uchun 20 ta so'rayapti-da, shuning uchun eshik hozircha kerak emas. Tomini anaqadan qilamiz, короче. Nima deydi mana bu narsani? Mana bundan qilamiz. Qani mana sumkamga kirib ko'raylik, mana bor. Есть olamiz. Buni monetga qo'yib qo'yamiz. Bunisini betga qo'yamiz. Mana uyim zo'r chiqadi hozircha. Uyim normalniy. Sumkamda 8 ta tiqang. Mana uni mayli olmay turaylik. Ko'ramiz hozir. Tiqang yasolamanmi? Bitta bo'lsa ham xatya. Bitta. Yo'q, yasamaskanman. Bitta ham yasamaskanman bolalar. Let's go bolalar, davom etamiz. Nima qotuvdik? Bundan 5 ta kerak dotuvdik. Mana bu kerak menga. 40 ta. 40dan qatdan topaman, menga bitta kostyor kerak. Mashina bagajdan toshib olaydi. Qachon mashina bagaj ham bo'lsa kerak? Bormi? Yo'qmi ekan? Mana tikan bor ekan bitta. Yasash shart emas. Mana uni yasaymiz demoqchi edim. 25 ta kerak ekan. 25 ta. Короче, bolalar. Mashinani bagajini ochamiz. Ichidan 24 dan olamiz. Mashinani oldini ochamiz. Ichiga mana benzinga mana hammasini qo'yib yuboramiz. 25 tonna ham qo'yib yuboramiz. Balonlar teshilmagan. Svechani almashtiramiz. Mana svecham bor edi. Svechani olamiz. Bagajini ochamiz. Svechani qo'yamiz. Bo'ldi. Hammasi hozircha normalniy. Benzin. Mashinamni rangini o'zgartira olamanmi? Tushirayman, nima bo'ldi? Bitgan nima go'shtli qo'ysa bo'ladi, bilmadim. Agar bir narsa qo'ysa bo'lsa, bitgan uni qo'yib qo'yaman, turaversin mashta. Mana ochamiz. Ichidan 19 dan olamiz. Yopamiz, yasaymiz. Mana uni yasaymiz, qaranglar. Let's go bitta yetadi. Tez bo'lsa, uyimni yoniga qo'yib qo'yardim. Olamiz kostyor. Mana mashinaga qo'yib qo'yamiz. Где-то mashka davay. Uni ichini ochamiz. Uni ichiga mana qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'lmaymikan? Faqat topliva kerak ekan mana yoqish uchun. Bunda bor-ku mana, Yo'q, men tushunmadim buni. Bolalar buni tushunmadim. Men so'rayapti mendan. Mana bor. Или topliva kerak ekan. Qani toplivani ochaylikchi? Yo'q, bitta emas, o'zidagi. Bitta toplivasini olib turaylik. Bo'ldi, mashina yurmaydi endi. Mana unga kostyorga solaylik. Topliva deydi. Tushundim. 50 monetka qo'ysa bo'ladi-da. Mana to'g'ri qilibman. Yonatdi uyimiz, Voy. Jonim ketmaskan. Sakrasam. Mashinaga toplivani qo'yib qo'yamiz. Mashinani ochamiz. Toplivani qani mana. Ayobetga emas. Mashina oldiga mashinamiz yurmaydi, to'g'rimi? Yuraverar ekan. Benzin yo'q-ku, qanaqasi yuradi bolalar? Yo'q-chi. Mana mana shu benzin qo'yib qo'yamiz. Qani bitta mashinamiz fonarini yoqib qo'yaylik. Qani? Ana. Zo'r ko'rsalam, uyimni asfalt qilib. Lekin yomon. Topliva yoki bir narsa ketib qoladi. Uyim yonib ketmayaptimi ish qilib? Pishdi mana o'zi. Endi mana uni pishiryapti. Pishiraversin, yaxshi kakkiras pishiraversin. Qani boyagi narsam, alo.
Voy narsa pishirotgandim-ku men. Mana endi pishotdi. Hali pishmagan ekan, men prosta yoqib qo'ygan ekanman. Yo'q, kerak emas bu narsalar. Kechishotgan bo'lsa, sumkamdagi lishniy narsalarni mana tashlab ketamiz. Uy burchagiga, tak что mana buni yeb qo'yaveramiz mayli. Kofeni olamiz. Kofeni ichaveramiz. Ular tashlaveramiz, hammasini tashlaveramiz hali. Menga bittasi ham kerak emas. Na topor, na mana. Bo'ldi. Hamma narsasi chutki, hamma narsam bor. Mashinamga o'tiraman, svetini yoqaman, ketdik endi. Let's go. Yo'qlarga boramiz. Garajga tiqib qo'yingchi mashinamni. Оп, mana хорошо, bu nima bu? Поместится для продажи. Магазин. Hech narsani sotmayapman. Bu nima bu? Вы здесь можете сделать распаунд всего авто. Не надо мне распаунд. Hech qanaqa raspauнд kerak emas menga. Bundan ko'ra mashinamga o'tiraman-da, tinchgina bitta ketaman. Paqqet bo'lyapti. Ketdik, mashinaga boramiz. Hech qanday uchta bo'ri so'rlar kelmaydi. Menimcha tezlikni oshiramiz. Speedometrlar ishlayapti. Mana nima katta bashni. Bu tog'mi? Yo'q, qanaqadir bashni borlar. Firma nima? Firma topib oldim men. Nima bu? Mashina yo'l. To'xtaydilar. Xaritada xat bu. Qish qayt. Xaritada hech narsa ko'rsatmayapti. Eshik ochadimi bular? Eshik qayerda ochiladi? Mana. Yo'q. Qanaqadir firmami deyman bola. Mana bu ichida nimadir ko'rinyapti, lekin eshik menga ochilmayapti. Mashina bilan kelib ursammi ekan? Yo'q, sinib ketmaydi bunga. Hech narsa ta'sir qilmaydi menimcha. Bilmadim, короче, nimaligini bilaman. Qop-qora narsa bor ekan. Nima bu? Bu 100% toshmas. Oh. Zo'r narsalar topib oldim. Mana nima ekan? Bu oddiy tosh ekan. Toshni boshimga uraman bola. Menga daraxt kerak. Kastorga narsalar qo'ying. Ikkinchi kun. Oho. Yo'mas sumkamda nimalar paydo bo'ldi? Mayli, tursa menga faqat naq kerak. Hop, olamiz. Sinibdi ekan. Benzin tugab qolgandim ishqilib. Bitta benzin ketibdi, hech narsa emas. Craftga bu narsalarim bilan nima yasalarkan men? Maldur yasalarman bu narsalar bilan. Qanaqadir puch dedi-ku menga. Yo'q, bitta shortda yasolmayman bu narsa bilan. Dekorat yasashim kerak-da bolalar. Pulli kravatim bormi? Bilmadim-da, men kravat yasashim kerak, yasamasam bo'lmaydi. Mana. Men kravatda uxlamoqchiman, lekin aniqdir uxlab bo'lmayapti. Tuyadi. Yo'q, urib o'ldiramiz. Qochib ketdi. Urib bo'lmaydi. Nimaga to'g'alyapti? Yo'q, o'ylayman.
olamiz. Olib bo'lgandan keyin yerlardan 2-3 ta suv topamiz. Suv topgandan keyin yana ishga qaytamiz. To'rtta ishlaymiz bolalar. Hammasi zo'r. Уже 6-levelga ham ochib qo'ydik. Deriva qancha 50 ta bo'pti. Bo'laversin bir 100 tacha. 200 tacha yoki balki. Mashinani setini o'chirib qo'ydi. Ammolar urib ketamiz, davay. Da ikkalasini birdan ko'ramiz. Bang. Ham urib ketdik. Aling. Ichida nima bor? Go'sht bor. Go'shtdan boshqa nima bor? Suv ichamiz, baklashgan o'tiramiz. Ammo o'rtog'i qochib ketdi. Bitta narsa bor edi, zo'r. Uni olish kerak. Ana sindi. Bu oddiy tosh, to'g'rimi? Yo'q, o'g'il ekan. O'g'il berdi menga lekin. Bu boshqa narsa beribdi. Boshqa o'tiramiz, ketdik ham. Mana uni ham urib ketamiz. Bam. Kechirlaring meni. Yana o'yin shunga majburlayapti. O'yin o'ldirish kerak ekan. O'yin aytayaptiki, shuni o'ldirish kerak ekan senlarni. O'ldirish kerak bo'lsa o'ldiramiz dedim men. Mana bu toshni osham sekin bo'ldi. Ketamiz bolalar. Izuchat qilaylik-chi, nimalar bor ekan bu yerda yana. Daraxtlar, mana toshlar, mana kabel bor ekan. To'xtanglar-da. Ey, mana poltani ol. Qani mana kabelni. Seni o'ldirmoqchiman bular. Aka. O'ldirib bo'lmaydi buni. Mana bu narsalar kerak-da, zo'r narsalar ekan bular chunki. Kartani qaysi joyida? Hatto ayiq bor deyapti. Bolalar qarab turinglar. Ayiq yoniga borib ko'ramiz, mayli. Ayiq bor degan joyga boramiz. Ayiq ko'rsa, ayiqni urib ketamiz. Qani ayiq qayerda edi? Ey, adashib qoldim. Mana yerda ekan. Mashaqami? Mana mashaq ekan. Va 100 talik bosh tarafda ekan. O'tiramiz sekin. Qo'lim boshlanamni sindirib qo'ymay, qo'limga hech narsa olmashim kerak. Mana shu tarafda ayiq bor edi. Ayiq qidiramiz. Bu yerda hech qanaqa ayiq yo'q. Qanaqa ayiq? Ayiq yo'q bu yerda, yo'q. Ayiq bu tarafda deydi. Shu tarafga ketaman masalan, mana shu taraflarda dedi. To'xtayman, tushaman. Xaritani qarayman. Yo'q. Mana shu tarafda ekan. Ayiq kelib turib o'ldirib tashlamasan yana. Kim aytdi ayiq qani? Chunki men bu yerda ayiq ko'rganim yo'q. Qo'rqamlar deydi. Aldatdi bolalar yoki o'yin aldatdi, o'yin bug bo'pti yoki men adashaman. Yo'lni menga daraxt kerak edi. Menga mana bu kerak. O'ttiz olti bo'lsa bash kerak menga bitta kravat yasab olsam.
tog' uchiga chiqib ko'raylik. Tog' uchidan nima ko'rinar ekan. Mashinam qolib ketdi. Uxdi. Bitta ozero bor ekan. Tosh bir narsalar. Qat yeb qoldim men bolalar. Ayiq deydi, ayiq yo'q. Ishonib bo'lmas ekan bu o'yinga. Sakrab ko'ramizmi? Bolalar nima deysizlar? Sakrab ko'ramizmi? Bolalar nima deysizlar? Dai sakrayman, davay. Mana ket. Okey. Hali sakradik. Endi vazirat yo'q, hech narsa emas. Prosta suvga tushdik. Tepaga chiqamiz. Tosh. Mashinamga o'tirib uyga boraman, bo'ldi, foydasi yo'q bitta o'tirganim bolalar. Mashinamni o'g'irlab ketmadim, hech kim yo'q. Sal qoldi jonim yarmini yo'qotishimga. Bitta aptechka, kichkina aptechkani, men katta aptechkani ishlatib olaylik bittasini. Ana bu ishlatdim ikkalasini. Mana uni ham olamiz, короче. Bu bilan hozir unaqa tutib ko'ramiz, baliq. Tutib bo'ladimi yo'qmi ko'ramiz-da hozir bolalar. Urib yuboraman, nima mashina? Shuni urmashim kerak. Nima bilan tuzatsa bo'lar ekan buni bolalar? Ketdi, o'zimiz uyimizga qaytaveraylik bolalar. Ham tarafdan qaytamiz. Bosh tarafdan bir nimalar qidirib, tog'lardan yuramiz. Balonlar teshilib qolmasa, secha buzilib qolmasa, tak что hammasi normalga ketadi. Qanaqa turgan daryo topdim. Oppale, mana tushdik. Sharshara. Sharshara. Baliq tutib bo'lmaydimi deyman, bolalar. Qanday baliq tutamiz endi buni? Bilmadim. Ketdik. Ketamiz. Baliq tutib ham bo'lmas ekan, baliq ham tuta olmadim. Короче, foydasi yo'q narsalar qilib uyga ketamiz. Eng oson yo'li uyga ketish kerak. Mashinaga o'tiramiz. Ketdik uyga bo'ldi. Xaritadan qaytaman. Uyimga kelib qoldimmi? Men? Qanaqasi pastdan oyog'dan turib, mana uyimga kelib qolishim mumkin. Tog'dan o'tib ketganim uchun. Bilmadim, lekin ana kostyol hali ham yonib yotibdi. Bu yomon. Nima yonibsa? Pishirosam uni? Ne pishirotgan? Mayli, hammasi joyida, bitta svecha bir narsalar bor dedi hozir. Yo'q, bu arbalet narsalarim uy tashqarisidami deyman? Uy tashqarisida ekan. Inventarim to'lib qopti. Sumkam ichida kerakli narsalar yo'qmi? Mana uni qornim polностью ochsa keyin yuboramiz. Hozir ham yuborsak bo'ladi, ishlarsam. Zo'r narsalar topib keldim, lekin bolalar, zo'r narsalar topib keldim men. Endi
Mashinamiz bagajda nima bor? Bagajda tosh, mana narsa. Ashar hammasini bagajga qo'yib turaylik-da, bolalar. O'ltirsin shunda. Ambiga boramiz. Ambitdan narsani olamiz. Bu narsalar hammasini olamiz. Svecha, sement, bir narsa, jir, kamень. Bo'ldi. Endi profilga kiramiz. Mana olamiz. Shest mashina deydi. Shestni olamiz. Divan zakaz qilamiz. Kichkinasi ham bo'lsa bo'laveradi. Kattasiga pul yetmaydi. 18 ta so'rab. Kichkina mamga ham pul yetmaydi. Mashinaga qilaveraylik. Ana pishdimi? Pishdingmi? Steyklar tayyor bo'lyapti. Mana tashlab olamiz. Hech kerak emas. To'playman olaman lekin. Shunchasini yoqib yubordim. Mana katerga ham o'tirsa bo'lardi. Ama bunu bo'lmaydi. Mana bur bo'larkan. Ketib qolma bu. Napor sal cheklashtiraylik. Rolni sal buraylik. Hop, хорошо. Вот до конца qilamiz. Mana shu turamiz. Bo'ldi. Hit. Bagajda bir narsa yo'q. Sakray, tushay. Menga bagajda bir narsa yo'qmi, bormi shuni ko'rmoqchi edim. Mana bagajni ko'rsatamiz. Bagajda to'plab bor ekan. Kravat yasab bo'pti. Mana nima edi bu? Osuq deyiladi. Narsa yaqinlashib yotdi lekin. Baliqmi bu boshqa emas? Qani bir narsa bor? Hech yo'q. Mana baliq. Baliq ham tutsa bo'lar ekan bolalar. Mana bu bagajda nima bor? Bagajda benzin bor ekan. Benzinimni mashinaga qo'yib qo'yaylik. Mashinaga benzin kerak chunki. Benzin yanasan. To'g'risi mashinamda benzin. To'xtaylik-da bolalar. Bitta inventar degan joyga yana boraylik-da. O'tirma bunga. Menga bagajni och. Bagajda ovqat bor ekan. Bo'ldim, bagaj boshqa narsa yo'q. Bormaymiz. Chiqayotgan. Buni ichida ham hech narsa yo'q. Biza hozir mana uni olaydi. Pishiraveradi bo'lmasam, olmasang ichidan hech narsani. Sumka bor edi menda. Bitta divanim bor edi. Qaniysi? Divanimni kirkan o'rniga qo'yamiz. Divanni mana shu qo'yamiz. Hoppala yana. Buni ichida uxlotdimmi hozir? Bo'pti bolalar, bugungi videoni mana shu tugatamiz. Birinchi qism tugadi. Uyimni yaxshi qura olmadim. Ko'ringlar, mashina oldik, kater haydadik. Ammo xolam yonib yotibdi. Garchi ko'ramiz nima bo'ladi. Keyingi videoni qachondir qilamiz-da bolalar. Mayli, charchamanglar.